Dasturimizni Voha markazida sahifasi bilan davom ettiramiz. Unda siz Termiz davlat muzey qo'riqxonasi faoliyati bilan tanishasiz. Muxbirimiz G'azna Mustafaqulova jonli bog'lanishga tayyor turibdi. Marhamat, efirdasiz. Rahmat studiya. Aziz teletomoshabinlar, biz bugun Voha markazida sahifasi orqali Termiz davlat muzey qo'riqxonasidamiz. Bu muzey 3 qavatdan iborat bo'lib, bu 3 qavatlar, ya'ni 3 ta bo'limdan iborat. Ular esa tabiat, arxeologiya va tarix hamda etnografiya va san'at bo'limlaridir. Bu bo'limlarda 16 ta yo'nalishda 62 mingdan ortiq eksponatlar saqlanadi. Ulardan 3 mingdan ortig'i noyob ashyo va noyob eksponatlar sirasiga kiradi. Bundan tashqari mana shu muzey tasarrufiga Termiz tumanidagi Zurmala obyekti hamda Sherobod tumanidagi Zaravutsoy hamda Jarqo'rg'on tumanidagi Jarqo'rg'on minorasi kabi madaniy meros obyektlari kiritilgan. Biz hozir aynan mana shu etnografiya va san'at bo'limidamiz. Ushbu bo'limdagi eksponatlar haqida biz hozir muzeyning mutaxassisi Sayyora opa Karimovaga yuzlanmoqchiman. Sayyora opa, aytingchi, bu muzeydagi eng qadimgi eksponatlar nechinchi yillarga borib taqaladi va ular qaysilar? Muzeyimizning bo'limlaridagi eng qadimgi eksponatlarimiz bular 19-asrning oxiri, 20-asrning boshlariga borib taqaladi. Hozirgi mana bu bo'limimizda etnografiya bo'limimizning har bir bo'limchalarida aylanib yuribmiz. Bu hozirgi biz ko'rib turgan eksponatlarimiz bular miskarlik buyumlarimiz hisoblanadi. Miskarlik sohasi asosan bular qadimgi sohalardan biri hisoblanadi. Bu o'sha bizning Surxondaryoda shu miskarlik sohasiga kirib kelgan idishlardan mana ko'rib turganingizdek qumg'onlarimiz, keyin oftobalarimiz, undan tashqari ayollarimiz o'zlarining uy ro'zg'orida foydalanadigan xurmachalar ham bu miskarlik buyumlaridan hisoblanadi. Hozirgi kunda mana shu muzeyimizda saqlanib kelayotgan mis idishlarimiz, masalan, mana buni xurmacha deb yuritiladi. Bu esa o'sha ayollarimizning sut sog'ishda, uy ro'zg'or buyumida foydalanilgan bo'lsa, mana bu idishimiz bu chelak sifatida og'zi yopiq, bu kashkul deb ataladi. Bu nechinchi yillar? Bu 19-asrning oxiri, 20-asrning boshiga borib taqaladi. Bunda esa mana ko'rib turganingizdek bezaklar berilgan. Bu bezaklar o'sha 19-20-asrlardagi mis idishlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, ularda bezaklarda islomiy naqshlarni ko'rishimiz mumkin. Mana bu kashkul idishimiz bizning mana Surxondaryo viloyatida kashkul ma'nosida ikkita buyumga ishlatilgan. Bu hozirgi mana ko'rib turganimiz kashkul, bu chelak sifatida, yana kashkul bizning mana shu darvishlarimiz o'zining xayr ehsonlarini yig'adigan idishga ham kashkul ma'nosi berilgan. Sayyora opa, bu yerda yana ko'rib turibmizki, mana shunday qadimiy ayollar liboslari ham saqlanar ekan. Aytingchi, bu liboslar tushunishim bo'yicha muayyan bir yoshdagi ayollarga mo'ljallangan, to'g'rimi? Aynan mana shular qanday yoshdagi ayollar uchun bo'lgan? Mana yuqorida aytganimizdek, bizda mana shu etnografiyamiz bu ko'p jabhali hisoblanadi. Mana hozir bu nimamizda o'sha bizning Surxondaryo viloyatining ayollari va erkaklarning va bolalarning kiyimlarini ko'rish mumkin. Mana shu nimamizda, mana bu hozir ko'rib turgan bu nimamizda o'sha keksa yoshdagi ayollarimiz va erkaklarimizni kiyimlarini ko'rish mumkin. Mana keksa yoshdagi ayollarimizni kiyimini ko'rib o'tadigan bo'lsak, ular mana shu ularning ko'ylagini ustidan ular mana bunday paxta solib qavilgan chapon deb ataladi bu chaponlarni. Undan tashqari ularning o'sha bosh qismida ularning ro'mollarini va bosh salla degan bosh kiyimlarini ko'rishimiz mumkin. Bu bosh kiyimlarda ayollarimiz yildan yil ularning yoshi oshishi bilan ular har bir sallaga bittadan ro'molni qo'shib borishgan va o'sha bu esa o'sha ayollarimizning, o'sha momalarimizning ham bosh salla sifatida va ularning o'sha pullarni saqlaydigan hamyonlari ham o'sha boshda saqlangan. Mana bu ko'rib turganimizdek, bu nimamizda, kiyimimizda erkaklarimizning jelagini ko'rishimiz mumkin. Bu jelagimiz mana shu Surxondaryoning
eng qadimiy matolardan bo'lgan, ya'ni to'qimachilik dastgohida bir necha oylab to'qiladigan matosi bu janda deb ataladi. O'sha jandaning eng qadimgi o'sha 19-asrning oxiri 20-asrning boshidagi mana shu jandadan tikilgan libos, ya'ni erkaklarimizning ustki kiyimi jelak hisoblanadi va bosh kiyimi salla. Ularning o'sha bosh kiyim sallasi do'ppidan va matodan iborat salla o'rami hisoblangan. Katta rahmat Sayyor opa. Aziz teletomoshabinlar, mana shu aynan etnografiya va san'at bo'limida yana 20 ga yaqin kichik bo'limlar ham mavjud. Biz mana shu to'qimachilik bo'limiga yetib keldik hozir suhbatdoshimiz bilan birga. Bu to'qimachilik bo'limlarida saqlanayotgan eksponatlar haqida esa eng qiziq va muhim ma'lumotlarni bizga muzeyning mutaxassislaridan yana biri Yuzboyeva Gulchehra opa berib o'tadi. Assalomu alaykum. Gulchehra opa, bu mana shu bo'limdagi to'qimachilik buyumlari nechinchi asrlarga oid? Mana bu yerdagi eksponatimizga nazar soladigan bo'lsak, bu eksponatimiz esa o'rmaksoz deb nomlanadi. O'rmaksoz oddiy daraxtning shox-shabbalaridan qismlar tayyorlanib, o'rmak quriladi. Masalan, bu qismchalar shunday nomlanadi: arqov, qilich, sadaf kabi qismchalardan tarkib topgan bo'ladi. Bu qismchalarga esa paxta ipdan urchuq yordamida yegirilib, o'rmaksozlar qurilib, bizda Surxondaryoda ko'proq qoqma gilamlar to'qiladi. Qoqma gilamlarni to'qish uchun ayollarimiz hovliga o'rmaksozni o'rnatadi va iplarni kalava holatiga keltirib, mana bunday o'rmaksozlar yordamida gilamlar to'qiladi. Ya'ni bu gilamlar esa ranglari alohida qilib, yo'l-yo'l qilib to'qilgan gilamlar ko'proq Surxon vohasida to'qiladi va ular uyda ichiga to'shamchi vazifasi sifatida ko'proq ishlatiladi. 19-asrlarda qizlarimizni turmushga berayotganimizda onalarimiz mana shunday gilamlarni to'qib, qizlarga uyini bezatish uchun, ya'ni to'shashga mo'ljallab bir qancha gilamlarni to'qib qizlarni uzatishadi. Mana bu yerdagi eksponatlarimiz esa o'sha o'rmaksoz yordamida to'qilgan gilamchalarning bo'laklari hisoblanadi. Bu yerdagi eksponatimiz esa gilamchalarda ishlangan ranglardan namunalardir. Ya'ni bu paxtadan qilingan iplarni esa mana bunday urchuqlar yordamida yegirib, kalavalab to'qishga tayyorlab qo'yishadi. Bundan tashqari esa iplarni har xil rangga bo'yab jamalaklar tayyorlash mumkin. Ya'ni kichkina qizchalarimizni sochlariga jamalaklar taqib qo'yiladi va undan tashqari esa bug'joma deyilgan narsa ko'proq Surxondaryoda ishlatadi. Bug'jomalarni ichiga ham har xil po'paklar yordamida mana bunday munchoqlar qilib bezatib, bug'joma uchida iplar tayyorlanadi. U bug'jomani ichiga esa har xil ko'rpalar taxlanib, ya'ni changdan asrash uchun Surxon vohasida ana shunday eksponatlardan foydalanishgan. Katta rahmat. Qarang, mana shunaqa sholchalarga tushirilgan suratlarda ham qandaydir ma'nolar mujassam, to'g'rimi? Shular haqida gapirsangiz. Ko'proq esa mana bu gilamchamiz pat gilam hisoblanadi. Ya'ni ko'proq bular turkman millatiga xos bo'lib, har xil naqshlar tushiriladi. Ya'ni bizni Surxon vohamizda ko'proq o'rmaksoz yordamida to'qilgan bo'lib, bu esa eng zo'r to'qiladigan gilamlar, ya'ni turkman gilamlari deb tan olingan vaqtlari ham bo'ladi. Bular esa pat gilam hisoblanadi. Ularning patini chiqarib to'qish, ya'ni u to'qilgan gilamlar esa butun jahon bozorlarida sotilish uchun qimmatbaho hisoblanib yuritiladi. Katta rahmat. Aziz teletomoshabinlar, bu muzeyni eksponatlari emas, haqiqiy xazinalar muzeyi desak mubolag'a bo'lmaydi. Biz Voha 24 informatsion dasturi uchun Voha markazida sahifasi orqali siz bilan jonli bog'landik. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.